keldi do'stlar. 1 million emas, 2 million, 3 million obunachi do'stlar. Eng qiziq tarafi kanal full, ya'niki to'liq plyushlash tizimiga ulangan Yevropa yo'nalishidagi kanal. Keling kanalda men sizga batafsil ko'rsatay. Xo'p, eng ko'p ko'rilgan videolar ko'rsataman. Uzun videoga nisbatan eng ko'p ko'rilgan 3700 ta. Xo'p, shortsga nisbatan 19 million ko'rilgan. Eng ko'pi Baby Shark deb ana akulani xullas zarar haqidami ma'lumot berganlar. Undan so'ng 15 million, 14 million, 13 million, 15 million, 13 million, 10 million, xullas millionlarda urib tashlagan kanal. Xullas hamma video original, 100% kafolatimga xudo xolasa, chunki agar original bo'lmaganida edi, kanal pushlamas edi. Kanal to'liq pushlaydigan Yevropa yo'nalishidagi kanal do'stlar mana. Men o'ylashim bo'yicha buni AdSense'ni o'zgartirsa, men fikrim, AdSense'ni o'zgartirib, videolar cho'tki qilsa, kanal yaxshi pushlaydi deb o'ylayman. AdSense o'zgartirsa, ayrim kanallar yurib ketadi, ayrim payt. Xo'p, AdSense bilan birga bermaymiz. O'zingizlarda AdSense'lar bo'lishi kerak do'stlar. O'zingizlar AdSense ochasizlar, AdSense bilan birga berilmaydi. Kanal faqat turishi. Bu kanal do'stlar, men narxini aytsam bor sizlarga. Bu narxi pulishmaydigan kanal olsanglar bo'ladi-da. Kanal narxi 2,5 ming dollar. 3 millionlik kanal 2,5 ming dollar. Bundaqa narx bo'lmagan, realni aytaman. Bu chunki 3 million obunachi и 2,5 ming dollar вообще arzon. Monetizatsiyani o'chirib qo'ysanglar ham borki, nima desa bo'ladi unda. Ichinglar achimaydi. Chunki 2,5 ming dollarga olyapsizlar, любой original video qilib yana yo'q qilsa bo'ladi monetizatsiyani. Bundaqa kanallar do'stlar faqat staji borlarga sotiladi. Masalan, olib, ertaga unday bo'lib qoldi, bunday bo'lib qoldi emas. Olgan odam konkret bo'lishi kerak. Mana men qo'limdan keladi, aka, ko'rishib uchrashamiz. Uchrashib ham kanal o'tkazib beraveramiz. 1 millionlik kanalimizni ham qo'yib sotuvga hozir bundan oldin. U ham shu. Ko'rishib, uchrashib, bemalol kanallarni o'tkazib beramiz. Real yoningizda shu egasi bilan ko'rishtirib qo'yamiz. U bo'yicha muammo yo'q do'stlar. Faqat asosiy narsa nima? Asosiy narsa staj. Oldin kanal yurg'izgan, normal kanallari bor, shu sohani eplay oladigan odam bo'lishi kerak. Biz Gmail, Pmail bilan birga bevoramiz. Ana Gmailingizga o'tkazib beramiz, 8 kun kutasiz degan narsa yo'q. Shunday kanalda tak-tuk bilan shunday bevoramiz, bo'ldi. Nima qilsangiz qiling. Xohlang yo'nalishni o'zgartiring, xohlang Yevropa yo'nalishida ishlang, xohlang boshqa narsa qiling. Kanal narxi 2,5 ming dollar. Вообще zo'r narx, bunaqa narx bo'lmagan. 3 million obunachiga вообще bunaqa narxga borku, realni aytaman, biz 500 mingtalik 1 milliongacha bo'lgan kanallar sotganmiz. Bu kanalimiz 2,5 ming dollarga full kanal, to'liq pushlaydigan kanal beryapmiz. Lekin AdSense yo'q. Staji bor odamda o'zi AdSense bo'ladi, sразу o'zgartirib, gazini bosaveradi xullas. Mana shu kanalimiz 2,5 ming. Konkret oladigan odam bo'lsa 99lik 791 32 32 do'stlar. Telegramdan aloqaga chiqasizlar, konkret olmoqchimisizlar, yozinglar. Kechki payt yozsanglar, yaxshi javob bera olmasam, SMS yozinglar. Telefon qilmanglar lekin. Bu kanalimiz bor, ya'ni 1 millionlik kanalimiz bor. 1 millionlik kanalimiz narxi qancha edi? 2 ming dollarmi shunaqa, 500 dollar bundan arzon. Xohlaylar uni o'ylang, xohlaylar buni o'ylang. Menga farqi yo'q. Bizda kanal ko'p. Aniq oladigan odam Telegramdan aloqaga chiqsanglar gaplashamiz. Salomat bo'linglar.